Buni qaranglar, chiroyli bo'lib pishganini. Qarindoshlar, shiringina mantiqasqonda golubsi pishiramiz. Golubsi nafaqat sho'rvada, balki mana shunaqangi kichkinagina mantiqasqonda ham rosa zo'r pishadi qarindoshlar. Parda, dietический bo'lib, hammasi sig'ar ekan chiroyli qilib tersa, eng qizig'i. Kichkina bo'lsa ham rosa bag'ri keng ekan. Buni qaranglar, hammasi sig'di o'zi ham. 1 2 3 4 5 6 ta golubsi sig'di. Qaranglar buni. Suvimiz qaynab chiqdi qarindoshlar. Bay. Buni qaynashini qaranglar. Golubsilarni mantiqasqonga qo'yamiz. Parda pishgan golubsilarimiz ham tayyor qarindoshlar. Buni qaranglar, chiroyli bo'lib pishganini. Albatta endi buni ham olamiz. Ana. Buni hidini bulg'or qalampiridan qilingan do'lmalarni olamiz qarindoshlar. Ana. Bitta kichkinagina mantiqasqonga shuncha ketar ekan. Buni qaranglar, o'zi kichkina bo'lsa ham bag'ri rosa keng. Smetana qo'yamiz. Va shu mazali bo'lar ekan. Ikkinchisi. Juda ajoyib va super. Qarindoshlar, aynan mana shu Chin bozor do'konimizdagi shiringina bo'lgan mantiqasqonchamizni narxi atigi 210 ming so'm va albatta bu mahsulotni siz butun O'zbekiston bo'ylab aynan mana shu telefon raqami orqali buyurtma bersangiz butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz yoki o'zingiz eski Chinna bozor 7-qator 16-do'konda joylashgan Chin bozor do'konimizga kelib mantiqasqonimizni shundoq o'zingiz ko'zlaringiz bilan ko'rgan holatda sotib olishingiz mumkin qarindoshim.